Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rossiyada nima ish qilasiz? Rossiyada sexta roxlada yuk tashiyman. Rossiyada hozirgi kunda qancha oylik olyapsiz oyiga va qancha rasxod qilyapsiz shu yerda? Oylik kishi 1000 dan ziyod. $1000 $1000 ziyod. Rasxodingiz, xarajatlaringiz Rasxodim plus minus $200 bor. oyiga $300. Kelganingizga nechta bo'lyapti bu yerga? 1 yildan oshdi. Birinchi yilmi? Qayga? Rossiyaga Rossiyaga. 10 yildan beri kelaman. 10 yildan beri. 10 yildan 10 yildan. Mana 10 yildan beri shu yerda ekansiz. 10 yildan beri misol uchun bu yerda mana biz uchun 3 ta plyusni sanab bering-chi. 3 ta plusini bilmayman, bitta plusini bilaman. Bitta eng muhimi. Eng muhimi endi oilam but. Finansiy tarafdan oilamga pul jo'natib, ta'minni qo'rqib turib. Ro'zg'orda o'sish, Shunday. shularni. Ro'zg'orda o'sish bor. Minus taraflama qanday bu yerlar? Biz uchun Oila sog'inchi. birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda oila sog'inchi. Ikkinchi o'rinda men bugun tug'ilgan kunim. Tabriklaymiz. Rahmat. Nechaga kirdingiz? 29 ga kirdim. Akani tabriklab qo'yamiz. 29 yosh. Rahmat. 10 yildan beri chetyapsiz. 19 yoshingizda bashak kelgan ekansiz. Shunday. Joningiz sog' bo'lsin. Oiladan uzoqdaman. Minusi oila sog'inchi, oiladan uzoqda. Sog'im, doimo hammamiz doimo bu yerlarda shu o'zimiz o'ylagan maqsadlarga yetib yurtimizga qaytaylik. Aytganingiz kelsa Sog' bo'ling. shunday. Sog' bo'ling, tinch bo'ling. Sog' bo'ling.